Assalomu alaykum hammaga. Yashil hudud, zeleniy zona deydi. Zeleniy zona bo'lishini hisobga olingan. Yashil zona deganish uchun mana poliv uchun tochka chiqarib qo'yganmiz. Ma'lumot o'rnida aytib ketaman. U slivga o'raga hech qanaqa axlat suvlar tushmaydi, faqat yomg'ir suvi tushadi. Bitta uyda basseyn bo'lish ehtimoli bor. Bu uyda. Ha, mana shu uyda. Turbani diametrini tanlab, turbasini qo'yib ketish kerak. Uyga e'tibor beradigan bo'lsak, hamma yoq to'plivo qilingan, chiroyli tashaganmiz. Bu yerda uy egasi bilan maslahat qildik, qayoqqa kollektor qo'yamiz, tashqarida ko'rinmaydigan, boshqa Quyosh orqali issiq suv ishlab chiqaradigan so'nishli kollektorga turbalar qo'yib ketgansiz. Turbalar ham mana shu tashalgan. Hozir kilovatdagi qoldirilgan, deyman. Faqat yuradigan joylarni o'zi qilingan. Ahamiyat bersanglar, tayyor mana bazaltlarimiz ko'rinib turibdi. Devor ichiga qo'yilgan bazaltlar hammasi ko'rinib turibdi. Aytgandek, bu sliv turbasi montaj qilinmagan-u. Elektriklar o'sha vaqtda tiyaga qilayotgan vaqtda kalsiyalarni qo'yishar ekan. Shu narsani tashqariga qo'yinglar desam, ular xohlashmadi. Shu ko'chaga yoqmasligi uchun ichkariga yoqadigan qilishganda, o'zlari maxsus sifonni qo'yishibdi. Qurilishda shunaqa narsalar ham bo'lib turadi. Uy egasining o'rtoqlarida ortib qolgan peneshit bor ekan, oldingi qurilishlardan qolgan. Imkon boricha hammasini to'liq tushuntirib, tanishtirishga harakat qildik. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun obyektimizga o'zimning akamlar Ziyoddin akam kelganlar. Ushbu obyektimizni bilasizlar, O'rizordagi obyektimiz. Hozir ushbu obyektimizda katennigacha bo'lgan qismlarning ishlarini bitkazdik. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga shu obyektimizda qilingan ishlarni shu Abdulloh akam bilan savol javob qilish orqali sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Obyektimizda qilingan ishlar bo'yicha savol javob tariqasida sekin-sekin ketma-ket ma'lumot berishni boshlaymiz. Kuzatinglar, xudo xolisa qiziqarli, manfaatli bo'ladi. Qani ketdik. Xo'p, Abdulloh birinchi bo'lib turib, mana shu ko'chadan boshlasak. Ko'chamizda bu yerda yashil hudud, zeleniy zona deydi. Zeleniy zona bo'lishini hisobga olingan. Ha, uy egalarini dizayn qildirishmagan ekan, lekin biz o'zimiz tavsiya bergan holimizda uy egalaridan ham maslahat qilib, pirtaval bo'lish hisobini oldik. O'rtaga o'ramiz qilingan. Yomg'ir suvlari faqat o'raga olib chiqiladi. Yomg'ir suvlari kanalizatsiyaga ulanmagan, to'g'ri o'raga chiqadi. Ha, mana o'zi e'tibor berilayotgan bo'lsa, mana Toshkentda 1-2 haftadan beri juda kuchli yomg'ir yog'ib, suvli toshqinlar bo'lyapti. Shunaqa bo'lishiga sabab mana shu yomg'ir suvlarining kanalizatsiyaga ulanishi o'zi. Ko'pchilik shunaqa qilib qo'yadi o'zi. Ko'pchilik yomg'ir suvini kanalizatsiyani kolodisiga olib chiqib ulab qo'yadi-da, kanalizatsiya katta ob'yomda keyin yomg'ir jala yog'ayotganlarda hazm qila olmay toshib ketyapti o'zi. Shunaqa muammo bo'lmasligi uchun alohida o'ra qazilgan, o'raga olib chiqilgan. Bu bizga ham kanalizatsiyadan yomon keladigan hidlarni hovliga berib yubormaydi. Alohida o'ramiz bo'lgani uchun bundan kanalizatsiyaga o'xshab keladigan hid kelmaydi, xudo xolisa. Mana ko'rishingiz mumkin. Yashil zona degani uchun mana poliv uchun tochka chiqarib qo'yganmiz. Keyinchalik mana shu yerga fontanlar qilsa yoki qanaqadir mikroklimat qilaman desalar ham shu sug'orib turishga imkoniyatimiz bor. Yaxshi, yaxshi. Hozir o'ramizdagi ichiga обратный klapan qo'yilgan o'zi. Ha, o'ramizga qo'yilgan. Suv toshib qolsa, ichkariga qaytib ketmasligi uchun o'ramizga tiqib qo'yilgan. Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi. Qani endi ichkaridan ko'rsatamiz. Hozir mana turbani chiqazgansizlar-yu, sliv turbasini chiqazgansizlar. U chiqazganda hozir bu yerda ertaga sokil bo'ladi, tosh bo'ladi. Sokil bilan bu o'raladi, devor shishadi. O'sha shishini hisobini olib chiqargansizlar. Xuddi shunaqa devorda mana kamida 15 sm qochirganmiz. Bu yerdan hozir bir 20 cha qochib turibdi. 15 sm-lik sokil qilsa ham, 12 sokillik qilsa ham devordan qochib turadi, bemalol turbamiz to'g'ri kelib ulanadi. Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi. Ko'p joyda mana shu sokillar haqqi hisobga olinmay qolyapti-da. Sokillar haqqi hisobga olinmaganiga ertaga sekin sokil qilingandan keyin borib turib sliv tochkalarini surib berishimizga to'g'ri kelib qolyapti. Shu santexnik ishlatayotganinglarda mana shu joylarga ham e'tibor berib qo'yinglar, sokillar haqqi hisobga olinsin. Keyin bir xil joylarda mana shu sliv turbasini tochkasi chiqazilayotganda ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Lazer tashab olib turib yoki atves tushirib olib turib o'sha slivni o'rtasidan, sentridan. Keyin o'shani sentriga sliv turbasini chiqazib ketsanglar, ertaga slivchi montaj qilayotganda turbasini mashinga to'g'ri to'g'irlashi qiynalmaydi. Sokillar ham haqqini olsa, ertaga bitganda chiroyli chiqadi. Qani ichkaridan endi sekin ko'rsatamiz. Bu bizning darvozaxonamiz. Darvozaxonamiz. Gaz montaj ishlari ketayotgan ekanda hozir. Ha, hozir gaz tortish boshlangan. Mana shu darvozaxonamiz cho'tchik bo'ladi, gaz cho'tchigimiz.
Gazishlarimiz hali bitmadi. Hozir jarayonda gazishlarimiz. Ha, yaxshi. Yaxshi. Kirishimiz bilan o'rtaga mana trapka o'chga chiqarib ketganmiz. 100 talik trubada. Bu trapimiz ham slif yo'lidan olingan. Xuddi Kanalizatsiya yo'lidan olinmagan. Yomg'ir yo'ldan olingan. Yaxshi. Ertaga mana shu bir xil joylarda shu hovliga qo'yilayotgan traplarni kanalizatsiya yo'lidan olib qo'yishyapti-da. Keyin kanalizatsiyaning hidi chiqyapti bundan. O'shaning uchun iloji boricha darvozaxonaga qo'yiladigan traplarni ham slif yo'lidan olish kerak. Ertaga slif o'sha kanalizatsiyaning hidi anaqadan chiqmasligi uchun, traplardan chiqmasligi uchun slif yo'lidan olinsa, u slifga o'raga hech qanaqa axlat suvlar tushmaydi, faqat yomg'ir suvi tushadi. O'tdan qanaqadir miqdorda hid kelsa ham yomon hid kelmaydi trapdan. Shuning uchun mana shu joylarga ham e'tiborli bo'lasizlar. Santexnik ishlayotganlarida. Abdulloh, bu uyda yozgi oshxonamiz qayerda bo'lyapti hozir? Yozgi oshxona mana shu burchaga joylashtirilgan. Penaplex taxlab qo'ygan joyimiz. Shuni orqasida issiq suv, sovuq suv kanalizatsiyalarni chiqarib qo'yganmiz. Yozgi oshxona uchun. Bunga katsenidan alohida turba kelyapti. Xuddi shunaqa. Ertaga bo't ochiq turadi-yu, qishda yaxlashi bor, boshqa narsa qilishi bor, suvni to'kib qo'ya oladigan sharoit bo'ladi. Kaseniyni shu imkoniyatini qilib ketamiz. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Alohida chiqqan trassasi. Bo'ldi. Hozir bu yerda mana endi ikkita hovli-yu, ikkita ko'kiga mo'ljallab solinyapti. To'g'rimi? Ertaga mana bu yerda ekin bo'ladi, misol uchun yashil zona. Bu yerda yashil zona ham bo'lishi mumkin, lekin uy egalari bizga aytib ketganlarki, mabodo basseyn qilib qolishlari ham mumkin ekan. Keyinchalik o'rtada devor tushishi mumkin. Bitta uyda basseyn bo'lish ehtimoli bor. Bu uyda. Ha, mana shu uyda. Shuning uchun basseynni hisobini olib sovuq suv chiqarganmiz. Ha, yaxshi. Endi hozir mana ko'p joyda bo'layotgan holat, ko'pchilik o'zi xohlayapti ham shu ish qilishni. Misol uchun mana bu yerdan yuradigan portavalli steyshka bo'lsa, mana bu yerda yashil hudud, ekin. Ekin bilan mana shu yuradigan joyning o'rtasida kichkina ariq qilyapti, latokli ariq. Ertaga kelinli hovlilarni yuvganda yoki yomg'irlar oqqanda suvlari ariqqa tushib, ariqdan tushgan suv ham ertaga o'raga chiqib ketishini xohlayapti-da. Ertaga hovlini tozalashga ham yordam beradi-da. Unga turba qatga qo'yib ketgansizlar. Unga turba bilan tepada slifga qoldirganmiz. Mana shu slif yo'ldan trenni olib qo'yib beramiz. Hozir misol uchun zeleniy zona qatdan qatgacha bo'lishi noma'lum. Shu maqsadda mana shu slifni olib kelib qo'yganmiz. Buni yana davom ettirib to'xtatamiz. Bu pastroqdan chuqurroqdan kelganda bu yerdan. Bu pastroq chuqurroqdan kelgan. Keyin mana bu yerda ham xuddi shunaqa anaqamiz bor. Zeleniy zona uchun mana bu yerda ham bitta palivka truba chiqarganmiz, 32 talik. Ha, bu yoqda alohida bu yoqda mana ekin, bu yoqda mana ekin. Ikkita mabodo, ikkita kiraverishga yashil zona qiladigan bo'lsalar, bu yoqqa ham arig'iga alohida kanalizatsiya qoldirilgan, sovuq suv qoldirilgan. Yaxshi. Mana shu ishlayotganda, iloji boricha montaj qilayotganda ba'zi bir obyektlarga boryapmiz, hovlisiga yashil zona qilyapti, lekin palivka turba chiqazib ketmagan. Keyin remont bitib bo'lgan. Remont bitgandan keyin paliv o'zi ko'p joyda polniy uy remonti bitib bo'lgandan keyin oxirida palivchi chaqirib palivchani qildiradi, montajlarni qildirib, keyin gazon septiradi. Bo'lmasam qurilish paytida gazon septirib qo'ysa yoki daraxt ekib qo'ysa, u daraxtlarga ziyon yetib qoladi deydi-da, qildirmaydi uy egasi. Palivka turba ham go'da chiqazadi, lekin chiqazayotgan tochkani ham kam chiqarib qo'yadi-da. Misol uchun palivni yashil hududni maydonini o'lchab turib, o'sha maydonida sepadigan farsunkalarni, ya'ni meksikankalarni sonini hisobga olib turib, podachani chiqazayotganda o'shani hisobini olib chiqarish kerak. Chunki ertaga deylik, mana shu paliv zonasi baravar bir 10 ta, 15 ta meksikanka sepadigan bo'lib qolsa, u chiqarib qo'yib ketgan turbasi u sepadigan meksikankalarning suvini ob'yomini olib kelib bera olmasligi mumkin. O'shaning uchun oldindan palivni ham zonasini hisobga olib turib, o'shanga yarasha turbani diametrini tanlab, turbasini qo'yib ketish kerak. Bu yoqqa palivga chiqargan turbamiz PN10 turba, ya'ni qalin turba emas. Stengasi yupqa turba. Kattaroq ob'yomni suv olib kela oladi. Xuddi shunaqa. Bu yoqqa ham shunaqa yupqa turbadan chiqarganmiz, bu yoq hovliga ham xuddi shunaqa chiqargan. Kaldenik PN10 turbasi chiqarilgan. Polniy kalde turbadan bo'lgan-a bu yerda hozir. Uyimizning hamma turbalari kalde bo'ldi. Yaxshi. Kalde ham turetskiy yaxshi firma hisoblanadi. Kaldega bir qisqacha reklama bo'lib ketyapti. Hop, uyimizning kiraverishi, endi gazishlar ketayotgan uchun svarchilar ishlashyapti bu yerda. Svarchilarimiz ham o'zlari borlar. Svarkasini o'zlari yigitlar qilishyapti. Hop, mana e'tiboringiz uchun biz o'zimizning jamoamizda gaz svarka ishlarini qiladigan montajni yigitlarimiz bor. Ular alohida elektr svarkada ishlab, shu gaz montajlarini qilib berishadi.
agarda sizlarni xonadoningizda svarka ishlarini qilish ham kerak bo'lsa, deyli bir xil santexnikasini qiladi, lekin svarkali ishlarni qilmaydi. Unga alohida bir svarchi chaqiradi ko'chadan. Bu egalarga qulaylik maqsadida qo'shganmiz. Misol bu egalar ham bizning videolarimizdan ko'rishgan ekan, gazni ham o'zingizlar qilib berar ekansizlar. Meni ham gazimni o'zingizlar qilib tugatib beringlar deb aytdilar. O'shanga qilib beraman. Shunaqa. Mabodogi svarchilik xizmatlarimiz ham mavjud. Xo'p, endi mana uyga e'tibor beradigan bo'lsak, hamma yoq to'pli-bo'g qilingan, chiroyli tashaganmiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, har bitta qoqiladigan o'sha skobalarni bir qatorga qo'yib, mehr berib tashalgan. Faqat ozgina endi 3-4 kun o'tgani uchun kirib chiqishga ozgina turpa bo'lib qolibdi. Bitta e'tibor beradigan joyi mana oyoqning tegini orasini 10 sm tashaganmiz, to'pli polimizni. Eshikning tagiga kiraverish, mana shu romlarni oldi. Orasi 10 sm dan tashalgan. Shunaqa ko'rinib turibdi. Oynamiz katta bo'lgani hisobiga. Oynani tagiga konvektor qo'ymasdan, to'pli polni o'zini zichroq qilib turib, shundan chiqadigan issiqlik bilan isitmoqchisizlar. Shunaqa. Yana bitta e'tibor beradigan joyi mana devorimizni salkam ikkita g'ishtdan ham uzunroq. Lekin orasida izolyatsiyasi bor. Bazalt bilan izolyatsiya tiqilgan orasiga. Endi biz to'pli polimizni moment to'xtatmadikda, ichkari olib kirdik. Oynagacha bo'lgan masofagacha isisin degan maqsadda. Bu yerda hozir kafil bo'ladimi yo kiraverishlar? Endi uy egalarini o'zligi maslahat qilib buni qilishadi. Bu o'zi oshxona. Men gaz tochkani chiqarganmiz. Bu yoq gaz plitaga. Sovuq suv, issiq suv, filtrli tochkalar. Posudomoyka qo'yaman desa ham shaq tochkalar chiqarib ketilgan. Bu oshxona. Yo tarket bo'ladi yoki kafil bo'ladi. Kiraverish baribir kafil bo'lsa kerak, ma'lum bir qismi. Ko'p ehtimol bilan shunaqa. Qancha qismini o'zini kafil qilib qo'yishligi mumkin. Hozir bu yerda mana to'pli polimizni komnatning termostatlari bo'ladi. Mana shu yerda dachik turadi. Deylik, misol uchun mana shu oshxona, bu yoqda zona oddix bo'lsa, o'tirib ovqatlanadigan joy bo'lishi mumkin bu joy keyinchalik. Mana shu dachikdan alohida to'pli polga temperatura berib turib, boshqarish imkoniyati bo'ladi. Bitta e'tibor beradigan joy mana bunaqa izolyatsiya kirgizib qo'yganmiz. Nimaga? Mana bu liniyamiz radiator liniyadan ishlaydi, to'pli polimiz. Mana shu liniyamiz. Mana shu tor liniyamiz, 10 qilib tashalgan liniyamiz radiator liniyada ishlaydi. Sababi bunga baland gradus berib ishlaydigan qilganmiz. Endi gradus bu yerdan sezib qolmasin deb elektriklarimiz simlarni tashab berishgan. O'zligi mana simni mana bu yoqqacha olib kelishgan uchini. To'pli poldan sezsin, baland harorat sezib qolmasin yerdan deb uchi bu yoqqacha olib kelingan. Hisob kitob olingan. Turbamizni baland haroratga chidaydigan turba. Shunaqa. 95 gradusli. Shunaqa. Aynan shu qismiga shunaqa tashalgan. Bu yerda hozir mana radiatorimiz bor. Radiatorimizda ko'rib turibman, oddiy kranlar qo'yilganda, kirish chiqishiga. Qanaqadir xonaning temperaturasiga qarab o'chib yonadigan kran qo'yilmagan. Bu yerda nimadan o'chib yonadi bu? Bu yoqqa begalar bilan kelishganmiz. Mana shu qo'yadigan termostatimiz duovatnom, ya'ni o'zi tashalayotgan simidan ham ko'rsanglar bo'ladi. 5 tali sim tashalgan. 5 tali sim tashaganmiz. Ya'ni ham to'pli polni o'chirib yoqadi, ham batareyani o'chirib yoqadi. Batareyani kollektordan o'chirib yoqadi. Hozir o'shanda radiatorimizni xonaning temperaturasiga qarab turib o'zi o'chib, o'zi yonadi. To'pli polimizdagi biz alohida polga temperatura berib qo'ya olamiz. Shunaqa. Ikkalovi ham bitta dachikdan qilinadi. Xuddi shundan bitta dachikdan. Duovatnom. Zo'r yechim. Bu narsa ertaga nimaga olib keladi? Ba'zi bir joylarga borganimizda ko'ramiz, dachiklarni taxlashyapti-da hozirgi kunda. Uy egalari mana shu narsani ilgari taklifini bersa, u menga shart emas derdi. Lekin hozirgi kunda o'ziga xohlab, mana shu narsani qo'yib bergin menga, boshqara oladigan bo'ling, telefonimga ulansan kerak bo'lsa deb so'rayotganlar ham bor-da. Ertaga mana bu yerda dachiklarning soni ko'payib ketmaydi. Hozir mana mana shu yerda ham hozir ikkita dachik o'rniga bitta dachik bilan yechim berish hisobga olinganda, ham pul tejaladi, ikkitadan ko'ra bitta narx arzonroq. Ha, mana bu yerda dachiklarning soni ko'payib ketdi. Ertaga bu yerda konditsioner ham dachikiga turadi. Damofonga mana sim qo'yib ketishdi, damofon turadi bu yerda. Dachiklarni ustiga yozib qo'yiladi, to'pli polga, radiatorga. Shunaqa narsalar endi bo'lmaydi. Borgan sari imkoniyatlar ko'payib boryapti avtomatikalarda ham. Yaxshi, zo'r. Men hozir ko'rib turibman, mana hozir mana izolyatsiyadan kelyapti-da, turbalar izolyatsiyadan bundoq kelyapti-da. Izolyatsiyadan chiqib keyin tarqalyapti. Nimaga bu yergacha izolyatsiya qilgansizlar hozir? Hop, mana shu zonamiz alohida isitilish uchun qilingan. Endi misol uy egalarini fikrini o'rganganmiz. Uy egalar aytdilarki, men oshxonamni mabodoga bo'lishi mumkin dedilar. Lekin sizlar
oshxonamni alohida qilmanglar. Sababi bu yurib biladiganlik eshik bo'ladi deb aytdilar. Shu maqsadda biz alohida qilmadik, bu yoq bilan qo'shdik. Lekin koridorni alohida qildik. Mana hozir xo'limizda alohida termostat bor, koridorimizda alohida termostat bor mana birinchi qavatdagi. Hozir bu mana xona zalmi bizada? Ha, bu xonamiz zal. Zalga ham kollektordan hozir izolyatsiya bilan kelyapti, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Ertaga bu izolyatsiya demak, mana shu deylik misol uchun mana shu tubli polimizni yoqadigan bo'lsa, bu xonalar isib ketmaydi. Faqat zalni o'zini yoqmoqchi bo'lsa, faqat zalni o'zi isiydi. Bo'ldi. Yurayotgan yo'l isib ketmaydi. Xuddi shunaqa. Kerakli joyi o'zini isib beradi. Misol zal yoqilsa, faqat zal isiydi, xo'limiz, oshxonalarimiz isib ketmaydi. Bir-biriga aralashmagan. Bu ham zo'r narsa-da. Ayniqsa mana hozir hammomimiz, to'g'rimi? Общий sanuzel. Общий sanuzel. Общий sanuzel. Yoqqa rosa mehr berganmiz. Kirib ko'rishinglar mumkin. Mana общий sanuzelda bizada ikkita kollektorimiz bor. Endi ustiga salafan o'rab qo'ygandik. Remontda bitgani uchun mana yaqinroq kamerani olib kelsangiz ko'rsatishimiz mumkin. Mayli, ozgina qismini ochamiz, bo'ldi. Mana o'zi ko'rinib turibdi-yu. Tepamizda 4 tali radiator kollektori bor, pastda mana kattagina tubli pol kollektori bor. Bu yerda uy egasi bilan maslahat qildik, qayoqqa kollektor qo'yamiz, tashqarida ko'rinmaydigan, boshqa bizdan rosa talab qildilar. Ko'rinmasin, chiroyli joyda bo'lsin deb, oxirgi egasiga mana shu installyatsiyani tepasiga yig'ib beramiz sizga dedik. Bizga ozgina ish bo'ldi, lekin mana chiroyli qilib yig'dik. Hozir orqalariga kaflan qilib ketgansizlar-da, o'sha. Birinchi kafillarni qo'yib berishdi, undan keyin kollektorlarni o'rnatdik. Ertaga shkop bilan yopiladi-da bu tepasi. Ha, mebeldan. Mebel bilan shkop qilinadi. Faqat tepa qismini o'zi mana shu ochiladiganlik bo'ladi. Ertaga xizmat ko'rsatish uchun. Shu mebelni ochganda ham orqalari kafil bo'lganning hisobiga ertaga chiroyli bo'lib turadi-da, bitganida. Bu ham yaxshi narsa, chiroyli bo'lib turishi. Unitazimiz ham osmon unitaz bo'lgan. Mana yonida mustaqil smesiterlarni chiqarib ketganmiz. Bu ham shu orqamizda afshubka bo'layotgani uchun devordan qochirilib, mustahkam qilib o'rnatilgan montajli shinalarda. Ish hisobi olingan-da ertaga. Mana buni ham konsullar bilan qotirib, mahkam qilib o'rnatganmiz. O'zi uy egasi ham Xitoyning eng yaxshi installyatsiyasidan olib keldilar. Mana tegida ham bunaqa joyda karkasi bor. Unitaz qo'yiladigan joyda. Ko'pida bo'lmasdi bunaqa narsa. Mana Groyda ham bunaqa joyda yo'q karkas. Haqiqatan stenkalari ham qalin ekan, temirlar ham. Yaxshisidan qo'ydik. Mana dush smesiterlarimizdan ham o'rnatilishiga e'tibor beriladigan bo'lsa, kerakli joyi o'yilgan. Mana o'zi suvoq qilingan joyi ham akkuratli bo'lib turibdi. Urgillari ham tekis bo'lib turibdi. Tochkalarimizdan hammasini tekis qilib suvab, tayyor qilib qo'yganmiz kafil terishga. Hozir buni kafilnikilarda suvagansizlar-da? Ha, kafilnikilarda suvalgan. Ko'p joyda endi mana shu joyga ham qisqacha bo'lsa ham ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Bizda kafilnikilarda suvimiz. Kafilnikilarda suvab turib qotiramiz. Ba'zi bir joylarda albastrda suvab qo'yishadi. Bu albastr ertaga suvdan qo'rqadigan narsa-da. Bu hammomda suv bo'ladi. Bir xil joylarda endi gidroizolyatsiya qiladi, go'da qilmaydi. Endi gidroizolyatsiya qilsa yaxshi. Orqasida albastr bo'lsa ham gidroizolyatsiyadan suv o'tmaganining hisobiga albastrga suv yetib bormaydi. Lekin ba'zi bir joylarda gidroizolyatsiya qilinmayapti. O'sha albastrda qilingan joylar albastr suv shimgandan keyin shishyapti-da, kafilni otib yuboryapti bu yoqqa. Kafilni otib yuborgandan keyin uy egasiga yana ortiqcha xarajat, boshqatdan mana shu joyni katta qilib bizni ochyapti, bizdan chaqiryapti. Ani rakvinalarni yechib berishimizga to'g'ri keladi, mebellarni yechib berishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun iloji boricha mana shunaqa joylarini santexnikni suvayotganda albastr bilan emas, shu kafilnikilar bilan suvashligini tavsiya qilamiz. Mana bu joyda rakvinamiz turadi, aytganingizdek. Mana yog'imizda kir moshina turadi. Kir moshinani ham o'zini sifonni qo'yganmiz mana. Sariq qopqoli. Maxsus sifon-da bu. Ha, Vegani o'zini sifoni. Yonida mana rozetkasiga joy chiqarib ketilgan elektrik rozetkasini qo'yib berishadi. Cho'plik polimizdan ham orasini zich qilib to'qidik. 10 sm, 5 sm dan bo'lgan. Bu yerda mana trubalarimiz ko'p o'tgani uchun falga sololmaganmiz. Setkaga to'qilgan. Tagiga po'kga solib. Endi eng e'tibor beradigan joyi mana Shaxtamiz. Shaxtamizni chiroyli qilib montajni qilganmiz. Trubalarimiz hammasi izolyatsiyada. Bu yerda atablinan trubalari, tepaga chiqib ketgan sondishning trubalari, hamma trubalarimiz mana shundan taralyapti. Ha, quyosh orqali issiq suv ishlab chiqaradigan sondishni kollektorga trubalar qo'yib ketgansiz. Trubalar ham mana shu tashalgan. Bizga juda qulay bo'ldi. Mana tayyor shaxta uchun joy qoldirilgan ekan. O'zi uy egalari bu shaxta deb qoldirmagan ekanda. Qanaqa dizayn qildiraman deb bo'sh joy qoldirilgan ekan.
Biz ularga taklif berdik, ortiqcha joy buzmaymiz, mana shu joyingizni bizga bering, biz foydalanamiz deb oldik. Polka qilishlariga ham joy qoldirdik. Mana bu oxirgi bo'sh qoldirilgan joyda bitta polka bo'ladi, bu yoqda bitta polka bo'ladi. Shampun taxlagani. Shampunlar taxlashga, boshqa qilishga joy qoldirdik. Katta joylardan ham foydalandik. Lekin uy egalariga ham mana chiroyli bir kanalizatsiya polni shuncha bo'lgan mana. Ertaga foydalanganligida kanalizatsiyadan suvlanadi o'sha eshitilmaydi. Bu ham bitta komfort olib keladi. Mana 76 ta truba tashaganmiz. Nimaga mana shu truba hozir qo'yib ketgansizlar? Hozirgi shu 2-3 yil ichida ko'p joyga qo'yamiz. Nega? Mana hozir tepada bitta ventilyatsiya uchun qoldirilgan. Bu ham hozir kanalizatsiya bekitib qo'ygan, uni hali o'zgartirib gofra bilan to'g'riladi. Erta ventilyator turadi. Xonamizni, shu sanuzulimizni eshigi yopilgan vaqtida ichkarida qanaqadir havo bilan udar bo'lib, eshik qattiq yopiladi. Vakuum bo'lib qoladi. Ichkarida vakuum hosil bo'ladi. Ya'ni endi shu narsani yo'qotish uchun, hammomimizda toza havo bo'lishi uchun biz protochniy havo ham kirgizganmiz. Ya'ni tashqaridan yangi havo olib kiradigan truba olib kirib qo'yganmiz. Bu ventilyator ishlaganida bu yerda havo so'radi o'zi. Xuddi shunaqa. Keyin xonada havo almashadi. Xuddi shunaqa. Zo'r. Buni ham shu shaxtdan ichiga kirgizib yubordik. Mana shu narsani men o'zim obyektlarimdan qilib boryapman. Iloji boricha ko'pchiligiga tavsiya ham qilyapman, qilib ketinglar deb. Ventilyatsiya ham o'zi aslida qonun qoidasi bo'yicha bitta kirish, bitta chiqish bo'lishi kerak-da. Misol uchun bitta ventilyator qo'ydinglar, qo'yganinglardan keyin o'sha ventilyatorni orqasiga pasportda yozib qo'ygan bo'ladi-da. Yozib qo'yganlarda taxminan soatiga deylik, misol uchun 30 kuba yoki 40 kuba havo so'raman degan joyi bo'ladi. Endi u tasavvur qilasizlar, misol uchun eshik yopildi sanuzilda, eshik yopilgani tagida paroki bor. Hamma yog'i vakuum bo'lib yopilib qoldi. Yopilib qolgandan keyin ventilyatorni yoqib qo'ydinglar. U xonadan 40 kuba havoni tortib ketishi uchun deylik soatiga tashqaridan qattandir 40 kuba havo kirish kerak. Agar havo kirmasa, u torta olmaydi, vakuum bo'lib qoladi o'rtada. Shuning uchun mana shunaqa pritochniy havo kiradigan tizimlarni ham qilib ketish kerak. O'shanda xonada namlik bo'lmaydi. Ana har xil keyin har xil mog'orlashlar bo'lmaydi. Kimdir misol uchun unitazdan foydalansa, axlat hidi tez chiqib ketadi. Shunaqa. Xonada yaxshi klimatli havo saqlanib qoladi, bu yerda ham yaxshi svejiy havo bo'ladi-da. Endi buni shu quruvchilarga yetardik. Agar o'ziga qoldirib ketsa, bizga ham qulay bo'lardi. Hozir mana shaxtdan ichida montaj qilganmiz, lekin devor ichida qoldirib ketilsa, yana ham qulay. Tepada shu ventilyatorga bitta qoldirish kerak, pastda havo kirishiga alohida bitta tashab ketish. Endi uning uchun oldin bitta quruvchi ham maslahatlashish kerak. Santexnik bilan-da, qayerda shaxta qoldirib ketdik, qayerda teshik qoldirib ketdik deb maslahat bilan qilinsa, ancha ish oson bitadi. Tepaga chiqamizmi? Keyingi xonalarni ham bitta ko'raylik. Xo'p. Xo'p, keyingi xonamiz yo'li spanli. Mana spanli xonamizdan to'pli poli. Bu yerda mana e'tibor beradigan joyi, xonamiz kattagina. Deylik mana hozir bir 5 metrga 4 metrli xona. 20 kvadratli xona. Taxminan bir 20 kvadrat chiqadigan xona. Lekin batareyamizni ko'radigan bo'lsangiz, mana kichkinagina batareya qo'yilgan. Ya'ni hisob-kitob asosida qo'yilgan batareyamizda hamma devorlarimiz, tartibli devorlarimiz bazalt bilan izolyatsiya qilingan. Orqamizdagi devor ham qo'shnimizning uyi bor, to'g'rirog'i ikkinchi uy, bizning uy. Shu hamma hisob-kitoblari qilinganda batareyalarimiz juda kichkina chiqdi. To'pli polimiz ham bor. Kilovatdagi qoldirilgan-da, mana bu yerda. Faqat yuradigan joylarni o'zi qilingan. Xuddi shunaqa. Datchiklarga ham simni qo'yib ketibsizlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bitta datchikdan ham to'pli pol, ham batareya boshqariladigan bo'ladi. Xuddi shunaqa. Batareyalarimiz ham hozir luchovoy bo'lganda. Alohida tras tortib kelingan. Bu ham men to'pli pol tegib qolib ketgan. Batareya ishlagan taqdirda ham to'pli pol isitib qo'ymaydi. Tagidan o'tkazib yuborilgan. Izolyatsiya bilan ketgan. Zo'r. Mana hozir ahamiyat bersanglar, kollektorimiz hammomda-da, kollektorimiz hammomda. Lekin kollektordan kelyapti, podacha biratki, izolyatsiya bilan kelyapti-da, keyin xonaga tarqalib ketyapti. Ertaga uy egasi mana shu spalniga o'zini to'pli polini yoqib qo'yaman, qolgan joylar kerak emas deb spalnini o'zini yoqib qo'ysalar, mana shu turbani kelayotgan yo'li isib ketmaydi. Yo'masa mana shu izolyatsiya kiygizilmasa, yo'lida ham issiqlik chiqarib, o'zidan kerak emas joylarni ham isitib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun mana shu izolyatsiyadan iloji boricha ekonom qilmasdan kerakli joylarni hammasini qilish kerak. Xonamizga hammasiga defilin tortilgan, shu steyashga qilingandan keyin yorilmasligi uchun. Qizigandan keyin yo'laydi. Rashlina bo'lishi hisobga olib. Zo'r. Yana birinchi qavatimizda shu bitta zalimiz bor, shu bilan
Hozir men bu yoq ham alohida kartami mana mana shu yerdan? Yo'q, bu holga qo'shilgan ekan. Bu ham termostatimiz sanuzilniki bu tashqariga o'rnatilgan. Ha, men bu yoq kiraverish, men bu holdan boshqariladi bu Ha, ekan. beton shunday kichkinagan joyimiz hol bilan birga qo'shilib ishlaydi. Bo'ldi, yaxshi. Bu yoq zalimiz. Zalimizda hech qanaqa joy qoldirmaganmiz. Hamma yoq to'g'ri bo'lgan. Radiatorlarimiz ham qo'yilgan, bu yerda bitta eshigimiz bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, ochilgan devor mana. Tayyor mana bazaltlarimiz ko'rinib turibdi. Devor ichiga qo'yilgan bazaltlar hammasi ko'rinib turibdi. Bazaltdan tekis tashalmagan. G'ishni terish hisobi olinib, bittasi bu yoqda pianinoga o'xshab, bittasi bu yoqda. Shunday ko'rinishda qo'yilgan. Endi mana orqa hovlimizdan ham bir ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Orqa tomonimizda ham hovlimiz bor. Biza bu yoqqa slif trubalarni montajini qilib berdik, kanalizatsiyalarini. Orqa hovlimizda foydalanishga bitta sovuq suv ham chiqarib berdik. Egasiga tavsiya berib. Yuvishlarga keyinchalik ham keyinchalik mana bu yuvib tozalashga traplar ham qo'yib ketganmiz mana. Orqa hovlimizda ham traplarimiz bor. Hozir bu cho'kibdi yeri, lekin ozgina o'tiribdi yomg'irlardan keyin. Bu yoqqa lekin yomg'ir tushmadi. Chunki mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsa, unaqa ozgina o'sha joylardan barib tushgan bo'lsa kerak deyman. Qanchalik miqdor tushgan bo'lishi mumkin, lekin ko'p yomg'ir tushmas ekan. Bundoq qaralsa, bu kanalizatsiyalar yer cho'kkan taqdirda ham devorga qotirib yurgizilgan. Mana mametlarga suv oqqani ko'rinyapti. Bu yoqqa lekin hozir ani paka aytgandek bu slif turbasi montaj qilinmagan-u. Slif turbasi hali montaj qilinmagani uchun suvlar mashqga tushganda. To'g'rilik, mana qilmay cho'kibdi mametlarimiz. Lekin mana devorga qotirganimiz uchun hamma kanalizatsiyamiz turibdi. Buning bilan yerga o'tkazmagan. Yerga shunday qo'yib ketmaganmiz. Xuddi shunaqa. Betlarda ham shu aytganimizdek, boydagi sokol hisobi olib, qochirib chiqarilgan. Iloji boricha mana shu montajlarimizga ahamiyat bersanglar, kassotraynidan foydalanishgan ekan. Mana shu kassotrayni mana shu kanalizatsiya montajida, oqova suvlarning montajida juda katta rol o'ynaydigan narsa. Ertaga deylik bu yoqdan katta miqdorda suv kelyapti, bu yoqdan ham suv tushyapti. Ketayotgan suv bir-biriga xalaqit bermasdan harakatlanishiga juda yordam beradigan narsa. Yo'liga qo'shilib oladi. Yo'liga qo'shilib oladi. Mana shu kanalizatsiyada metallitskiy hamut qotirayotganda ham ba'zi bir joyda ko'rdim-da, hamutga qotirgan bolalar. Lekin mana shu hamutni devordan qochirib qotirganda, qochirib qotirganning hisobiga u baribir cho'kkan. Devorga ilgan, hamut qo'ygan lekin baribir cho'kkan. O'sha devorga hamut qotirayotganda ham o'zining tartibi bo'yicha iloji boricha devorga taqab qotirish kerak-da hamutni. Taqab qotirganning hisobiga u cho'kmaydi keyin. Mana hozir kuch beryapman, o'shanda ham cho'kmayapti. O'sha ba'zi u bizada ko'rgan obyektimizda devordan qochirib qotirgan, taxminan 5-6 santimetr qochirib qotirganda, lekin qochirganning hisobiga turbo cho'kkanda. Endi uni ham qochadigan joylarga shu biz o'zimiz ishlab chiqaradigan konsullar bor-ku. 15 sm, 25 sm kalta konsullarimiz ham bor. Shunaqalar qo'yib yuribsa, cho'kmaydigan bo'ladi. Endi konsul ani qimmat bo'lib ketishi ham mumkin. Har bitta konsul qo'yib, endi to'g'ri ba'zi joyda vaziyat talab qilsa, qo'yib ketgan yaxshi. Ya'ni hamma joyda ham beton tekis bo'lmaydi. Mana bu uyimizda beton tekis qo'yilgan. Ba'zi joylarda kirgan chiqqan bo'lgan. Beton yuzasi. Unaqa joylarda yaxshi. Unaqa joylarda yaxshi. Bo'lmasa hozir ani konsulni ham reklama qilib chiqib ketyapsan degan tomoshabinlarimizda anaqa bo'lib qolmasa, chunki bizani o'zimiz konsul kirpinalar ishlab chiqaramiz. O'sha ko'pchilik ustalar bizani konsulni kirpinalarimiz bilan ishlashadi. Xudo xolisi juda ham sifatli chiqadi. Chiroyi ham yaxshi, o'zi svarkalari ham yaxshi baquvvat chiqadi. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, batareyalarning kiralarini hammasini o'rab ketganmiz. Orqasi mana pena qilib qo'yilgan. O'sha batareyani olib qo'ysak ham, hali ustidan yana bitta malarka suv qo'riladi. Qotirib qo'yganmiz, o'ynab ketmasligi uchun kiralalarimiz. Sadaf bilan o'rab qo'yilgan, kirib olib ketmasligi uchun. Yaxshi, yaxshi. Bu tepaga chiqamiz endi. Bu ikkinchi qavatimiz. Ikkinchi qavatimizning hol qismi. Biz ko'p joyda videoga oldin tozalab keyin ko'rsatishadi, chiroyli chiqsin deb. Endi biz to'g'ri tayyorgarlik ko'rmasdan elektriklarimiz oq qimmatda ishlashyapti. O'zi top-toza bo'lib turgandi bu yerdan. Simlar, kabellar oqil tashaqdi-da, shuning uchun ozgina chang bo'lib ana qilib qo'ygan. Xo'p, kabellarimiz PVC kabelda, o'shaning uchun bemalol narujniy montaj qilyapmiz.
izolyatsiyasi yaxshi bu kabelni, suvni beton tagida qolib ketsa ham ichkaridagi anaqasiga, simlariga o'ta olmaydi, to'k narsalar o'tmaydi. Bassellagan mashinani tashishadi-yu. Basseynga tashlanadi mashina. Hop, qaysi xonamizdan bosh? Kiruvchimiz bilan spalniyadan boshlaymiz. Mashq xonadan boshlaylik. Hop, mana bu yerimiz spalni. Bu yerda ham shu pastki qavatga o'xshab karavatni o'rnini qoldirib ketganmiz. Bu yerda mana radiatorimiz, kichkina radiator qo'yilgan. Oynamiz lekin kattagina. Ba'zi ustalarimiz oynaning o'lchamiga qarab radiator qo'yishadi-yu. Bu yerda endi shu bazalt bilan qurilgani uy egasini juda cho'nchigiga ishlayapti. Mana katta batareya qo'ymayapti. Izolyatsiyaga tikilgan puli santexnikada ekonomikasiga yordam beryapti-da. Misol uchun hozir katta batareya ham alohida kichkina batareyadan qimmat. Undan tashqari ertaga shu katta batareyaga keladigan energiyani ham kotel bu yerdan gaz yoqib isitib berish kerak, yo'qmasam ortiqcha litr suv ketmaydi, kichkina batareya kamroq litr suv ketadi. Shunaqa. Izolyatsiyaga qancha pul tiksanglar, shuncha gazdan va santexnika mahsulotlarni sotayotganingizda mahsulotlardan pullarni ekonom qilasizlar. Kotel tanlayotganda ham ayniqsa. Katta kotel emas, kichikroq kotel bilan ham isita oladigan bo'lasizlar. Yana bitta e'tibor beradigan joyi, mana spalni bo'lishiga qaramasdan kollektorlarni bu yoqqa qo'ydik. Nega aynan bu yoqqa qo'ydik? Uy egasini didlari sal nozikroq. Imkon qadar shu ko'rinmaydigan joyda bo'lsin dedilar. Biz o'sha yerda tavsiya berdik, lekin shu yoqqa ham ko'rinmaydigan joyga ham mana kafillar terib o'rnattirganmiz. Bu garderobli shkop bo'ladi. Shkop ichida bitta shkop qildiryapmiz. Shkop ochganda shkop turadi. Bitta shkop turadi. Shkop ochganda shu kollektorimiz turibdi. Endi buni ham o'rab qo'yganda ochmay qo'ya qolamiz. Tayyor turibdi. Pastida mana topli polli kollektori. Bunga balansировочный kralar qo'yilgan. Tak, tepasida radiatorimizning kollektori. Endi klientlarimizga qiziqdi, balansировочный ekranni vazifasi nima hozir bo'ldi? Bu ham alohida bitta pulga sotib olganda klient ham. Xuddi shunaqa. Nima yordam beryapti hozir bo'ldi balansировочный? Biz bu obyektda shunaqa yechim qildikki, mana hozir birinchi qavatni ko'rdik sizlar bilan, ikkinchi qavatni ko'ryapmiz, yana uchinchi qavatimiz bor, podvolimiz bor. Jami 4 ta qavatimiz bor. 4 ta qavatimizga ham bitta nasosimiz ishlaydi podvolda. Bir dona sirkulyatsiya nasosi bir dona sirkulyatsiya nasosi ishlaydi, lekin har bitta etajimizda bunaqangi balansировочный kranimiz bor. Ya'ni nasos kattarog'ini qo'yamiz, bir dona qo'yamiz. Hisob kitobimiz asosida har bitta etajni kerakli miqdorda balansirovka qilamiz. Ya'ni kerakli litrajni o'tkazadigan, kerakli tezlikda sirkulyatsiya qiladigan qismida ligirovka qilib qo'yishimiz uchun balansировочный kran kerak. To'liqroq qilib tushuntirganda, har bitta etajimizni o'zini shu etajimizni poli isishi uchun soatiga aylanishi kerak bo'lgan suvni tonnasi bor, ya'ni miqdori bor. Deylik bu 500 litr bo'lishi mumkin, 1 tonna bo'lishi mumkin. Misol uchun aytyapman. Bu balansировочный kranimizni, misol uchun ikkinchi etajimizga deylik 1,5 tonna suv kerak 1 soatda. Shu 1,5 tonna suvni o'tkazadi, undan ko'pini o'tkazmaydi. Pastki etajimizga deylik sal kamroq suv kerak, unga 1 tonna kerak. Unga 1 tonnani o'tkazadigan qilib taqsimlab qo'yamiz. Bunga 1,5 tonna qilib taqsimlab qo'yamiz. Misol uchun-da, ertaga tizimda keragidan ortiqcha suv aylanishi ham gaz sarfiga olib keladi. Shuning uchun mana shu balansировочный kranlar bilan tizimda aylanayotgan suvlarni me'yorini ham taqsimlab qo'yish bu ertaga xaridorni pulini tejashga, gazdan, elektr energiyadan puli tejashga olib keladi. Bekorga qo'yilmagan demoqchimiz-da, ekonomikasi borga qo'yildi-da. Yig'ilishiga ham e'tibor beriladigan bo'lsa, har bittasiga qaq ketyapti mana. Qaysi karta qatga ishlayapti? Koridor sanuzel, spalni, detskiy, tayyor markirovka qilib yozib qo'yilgan. Radiatorga ham xuddi shunaqa. Mana topli polliki, topli pol rasmi bor. Radiatorga radiator rasmi bor. Ya'ni egasiga sodda qilib ko'rsatib berilgan. Markerda boshqada yozmadi. O'zini nakleykalarni yopishtirdik. Endi men ichimda gap aytaman. To'g'risi xolis bo'lish kerak edi endi hamma narsada. To'g'risi men ko'p joyda klientlarga kollektorni spalniga qo'ymaslikni tavsiya qilaman. Nimaga desanglar, endi mayli bular o'zaro kelishgan holatda qo'yishibdi hozir bu yerga. Nimadir ertaga bu kollektorga usta kelib turib xizmat ko'rsatish kerak, obsluga qilish kerak. Endi bu spalni bo'lgandan keyin to'g'ri bizning o'zbekchilikda spalni, birovni spalnisiga kirish sal noqulaydi. To'g'risi, shuning uchun iloji bo'lsa bunaqa kollektorlarni holga yoki qanaqadir deylik qanaqa mebelning orqasiga misol uchun-da, shunaqangi joyki usta kelib bemalol xizmat ko'rsatishi ham oson bo'lsin-da. Endi
kelinlar narsasi bo'ladi Ispaniya deb noqulayda Ispaniyaga kirib xizmat ko'rsatishdi. Biz ham shu narsani taklifini berdik, lekin aytganimizda uy egasini didlari nozikroq ekan. Shunga holatlarki tashqarida ko'rinmasin. Mana hozir ham bu shkop ichida ko'rinmay turibdi, borligi ham bilinmaydi. Misol koridori tavsiyalarini berdik. Misol uchun mana bu devorimizda imkoniyat bormi desak, bu devorimiz yarim ekan. Yo'q, o'rnata olmadik. Kirib-kelayotgan ko'pi ko'rayotganimiz yarim qilingan. Chunki tashqaridagi devorlarimiz qalin qilingan, lekin ichkaridagi devorlar mana yarim-dan bo'lingan. Misol uchun mana bu o'y bo'lmaydi, yarim. O'yishimiz qiyin. Mametimizni o'yamizdik, mametdan stoykamiz chiqqan. O'rtada qator. Biz agar o'rtaga qo'yganimizda montajdan yutardik. O'rtada bo'lgani uchun hamma to'pli pollarimiz bir joyga yig'iladi. Taralishi ham oson. Taralishi oson bo'ladi. Hozir mana devor orqasidan teshib xonalarga tarqatganmiz. Endi imkon qadar harakat qildik. Baribir yashaydigan uy egasi o'zlarining takliflarini ham shaqqa o'rnatdik. Lekin to'g'ri aytyapsiz, shu boshqa joylarda agar imkoniyat bo'lsa, xo'lga qo'ygan yaxshi. Xo'p, bu xo'l qismimiz, koridorimiz. Bu yoqdan kiraylik. Mana bu kichkinagina zalimiz degan bo'lsa kerak. O'tamiz zali. Bu uy egasining ikkita o'g'illariga, o'g'il bolalarning zali deyapti. Ikkita kalavatga mo'ljallab mana rozetkalar tashalgan, lekin to'pli pol qo'viringlar dedilar, chunki bu detskiy Ispaniyami? Detskiy Ispaniya. Detskiy Ispaniya. Zal emas. Bolalar yotoqxonasi. Shunaqa. Ikkita o'g'limga mo'ljallab qo'yman dedilar, bu yerda. Endi bolalar katta bo'lgandan keyin baribir bu yerdan foydalanmasligi mumkin. Hamma yo'q to'pli pol qildik. Kalavatni o'rnini ochiq qoldirmadik. Mebellarning joyi o'zgarishi mumkin-da. Mebellarning joyi o'zgarishi mumkin. Boshqacha xona qilib qo'yilishi mumkin. Shu maqsadda hamma o'shaning uchun kalavatlarga qochirilmadi. Xuddi shunaqa. Endi mana shu bitta narsani ham aytib ketaylik-da. Biz harakat qilyapmiz, iloji boricha mana shu videolarimizda o'zbek tilida gapirish kerak, lekin ba'zi bir so'zlar rus tilida baribir chiqib ketib qolyapti. Lekin biz ham o'zbek tilida kontent qilish tarafdorimiz, o'zimiz shuni ham ma'qullaymiz. Agar rus tilida qanaqadir so'zlar qo'shilib ketsa, unga xafa bo'lmaysizlar, jahlingiz chiqmasin. Chunki yoki yozib ketinglar o'zbekchasini. Ba'zi bir so'zlarimizni o'zbekchasini yozib ketsanglar, xudo xolis keyingi videolarimizda ishlatamiz. Mana bu yerda ham shu kichkina radiator qo'yganmiz. Buni ham kiralarini akkuratnik qilib o'rab qo'yganmiz. Mabodo shu malarka vaqtida ham qish paytida o'pga tushsa zarar etmasligi uchun o'rab tayyor qilib qo'yilgan. Mana montaj qilinayotganda radiator upakovkasi terilmaganda, upakovkasi turadi. To montaj bitadi, malarkadan keyin batareya taqaladi, o'sha paytda yechiladi. Ungacha radiatorimizning usti xudo xolisi yomon bo'lib ketmaydi. Har xil stroykaning atxotlari tushishi mumkin, tep ketishi mumkin, ustalar bilmagan holat. Keyin bitta e'tibor beradigan narsa baribir mana shu ko'rayotgan videolarimizdan ko'rayotgan odamlar uy qurishi mumkin yoki uy qurishga boshqa bo'ladigan odamlar bo'lishi mumkin, ustalar bo'lishi mumkin. Har doim tavsiya berishimiz kerakki, mana shu radiator qo'yiladigan devori semo suvoq qilib bersin. Mana bu yerda semo suvoq qilingani uchun radiatorlarimiz mustahkam o'rnashgan. Ko'p joyda izviska qilishadi. Boshqa devorlarni izviska qilsa yaxshi. Lekin aynan shu radiator turadigan qismini o'zini, mana shu podakonning tegini o'zini semo suvoq qilib berilsa, radiator mustahkam o'rnashadi. Kranshtaynlari ertaga daqat qotiriladi. Daji mana daji devordim men. Hattoki mana shu shtraba qilinayotganda ham kesib, tayyor qilib o'yilayotganda ham akkuratni kesiladi. Tartibli, chiroyli kesiladi. Agar izviska bo'lsa, yoyilib ketadi. Baribir ham semon suvi baqvat hisoblanadi-da, izviskaga nisbatan. Shuning uchun keyingi xonalarga o'tamizmi? Boshqa xonaga kiramiz. O'tamizda Ispaniya ekan. Bu родительский Ispaniya. Uy egasini o'zlariga mo'ljallagan xona. O'zlarining yotoqxonalari. O'zlarining yotoqxonalari. Kattagina mana ham kattalar yotoqxonasi. Kattalarning yotoqxonasi. O'zini balkoni bor. Ya'ni balkon o'zbekchasi mayli, shart emas. Balkon xullas. Balkon. Balkoni bor, o'zini garderobi bor, o'zini spaniyasi bor. Ya'ni hamma qulayliklar jamlangan xona. Garderobini ham proyektlari bo'yicha qilingan. Mana faqat kiraverish yo'lagida to'pli pol qilingan. Mebel o'rinlari to'pli pol bo'lmaydi. Mebel bo'ladi bu yerda hammasi. Bu kalavatda o'rni. Hamma xonamizda ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, datchiklarga deb trubalar qo'yib ketishibdi, baraka topishsin. Sirazi o'zligidan keyin kesib, o'yib, suv ham ketishyapti, simlarini qoldirgan holatda. Yo'q, kalsosini qo'ymaganmiz. Nega deydigan bo'lsa, hali elektrli ham kalsosini qo'ymagan. Bu yerda tiyagalar tushish ehtimoli bor ekan. Hali kraskalar bo'lib, dizayn asosida tiyagalar bo'lgandan keyin
elektriklar o'sha vaqtda tiyaga qilayotgan vaqtda kalsiyolarni qo'yishar ekan. Bizlarni ham kalsiyoni o'sha elektriklar kalsiyosini qo'yganiga qarab o'rnatiladigan bo'ldi. Yetganni simmetrichni tushishi uchun. Shunaqa. O'shanga qo'yilmagan. Mana bunday ham ko'tarilgan, boylab qo'yiladi bunaqa. Yaxshi. Hop. Bu yerda shu topli pol, radiatorlar o'rnatilgan и sanuzilimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta xonada ikkita termostat. Bittasi faqatgina mana shu xonamizga ishlaydi, spalniyamiz, yotoqxonamizga. Bittasi bu hammomimizga ishlaydi. Hammomni termostatini tashqariga qo'ydik. O'sha namli bo'lmasligi uchun, kuyib qolmasligi uchun tashqariga o'rnatilgan. Ertaga suvdan uzoqda turishi uchun. Suvdan himoya bo'lib turishi uchun. Endi ba'zi bir joylarda mana shuni ham aytib ketaydi. Bitta joyda obyektimizda dizayn bo'yicha montaj qilib berdik biz ham. Dizayn asosida dizaynda datchiklarni aynan mana shu komnatli tupli polda boshqaradigan datchikni hammomni o'zini ichiga beribdi-da. Hammomni o'zini ichiga beribdi. Biz aytdik, hammom ichida qo'ymay qo'yaveraylik. Ertaga suv sachrasa yoki par bo'lsa, bunga kirishi mumkin. Bunda baribir ham tok kelib turibdi, bunga baribir 220 kelib turadi bunga. Qanaqadir 12 volt yoki 14 volt kelmaydi, ani tok ursa ham odamga ziyon yetkazmaydigan tok kelmaydi, normal tok kelib turadi. Shu narsani tashqariga qo'yaylik desam, ular xohlashmadi. Yo, dizayn bo'yicha bo'lsin deb turib olishdi, prorablar. Shuning uchun biz hammom ichiga qo'yib ketdik. O'zi aslida tashqariga qo'yilgan yaxshi hammomnikini. Bu hozir tashqariga qo'yilgani bilan ichkariga haroratni belgilab olamiz. Mana shu turba kanalimizni ichkaridan sezadigan qilinadi ertaga. Endi men sanuzilimizni tanishtirishdan oldin narsa aytmoqchiman. Bu yerda konditsionerga trubkasi tashab ketilgan. Mana tubli pol shlankasi bor. Bu konditsionerdan oqadigan suv. Oqadigan suv. Mana shuni sanuzilga olib kirib, mana bu yoqqa o'zini maxsus sifonni qo'yganmiz. Konditsioner turbasi kelyapti. Bu drenajning turbasi tomchilab oqib turadi-ku ko'chalarga. Yo'da o'sha ko'chaga oqmasligi uchun ichkariga oqadigan qilishganda o'zini maxsus sifonni qo'yishibdi. Bu sifon nima afzallik beradi? Avvalambor mana devorimiz shishganda, devor bilan yuzasi bilan bir tekis qilib turib, ortiqcha miqdorini kesgan holatda buni ustki qismini qo'yib qo'yish imkoniyatini beradi. Birinchidan qopqog'i bo'ladi. Ikkinchidan buning ichida maxsus sifon borki, kanalizatsiyani hidi mana shu konditsionerdan tomchilab oqadigan turbasidan bundoq borib konditsionerdan kanalizatsiya hidi chiqib ketib qolmaydi. Yomon hidlar kelmaydi konditsioner ichidan. Lekin konditsionerdan chiqayotgan suv bundan o'tib ketadi, ichkaridan hid chiqmaydi. Keyin ertaga ba'zi bir joylarda bo'lar ekan, mana shu drenajli turbasidan loy oqar ekan-da, ba'zi bir joylarda. Ani konditsionerni ham chayib yuvib turishar ekan uchlari. O'shunaqa joydan loylar oqqanda, o'sha loylari ham mana shuni ichiga yig'ilar ekan, ertaga buni sifonini ichkaridagi sifonni olib tozalab, yana joyiga qo'yish imkoniyatini berar ekan-da bu narsa. Shunaqa. Osmon unitasi yoniga qo'yib ketdik. Mana bu osmon unitasimiz apshika bo'ladi. Shu qatorda ham ventilyatsiya turbasini qo'ydirganmiz mana. Pastiga qo'yilgandek. Bu yerda ham pritochniy havo kiradi. Pritochniy havo kiradigan yo'q. Mana tepada ventilyator mana bu yerda bor. Ventilyatorga mana simlari ham tashalgan, lekin tashqaridan havo kiradigani yo'q. Buni alohida tashadik o'zimiz. Aynan shu apshikani orqasiga qo'yganmiz buni ham. Bu yerda mana shu osmon unitasimiz qo'yilgan. Yonida mustaqil smetitili, tegida avariyli trap qo'yilgan. Trapga o'chga chiqarilgan. Traplarni o'ziga qo'yishadigan bo'ldi. Kafilchada qo'yib berishadigan bo'ldi. Bu yerda dushovoy zonamiz bor. Mana dushovoy zonamizda dush smetilimiz devor ichida qoladigani qo'yilgan. Stroyniy. Buni ham shu akkuratniy qilib, kesib, o'yib, suvab tayyor qilib qo'yganmiz. Kafilchilikka yamab o'tirish shart emas. O'zimizga keyinchalik o'rnatishimizga to'g'ri bo'lishi uchun o'lchamlarini mustahkam qilib qotirib ketganmiz. Kafilchilikda qiynalmas ekanda. Ko'p joyda sandixnidan chiqqan turbalarni suv olib yuradi, loy tayyorlab. Shunaqa. Hozir bizning obyektimizda shunday kafilni oladi, loyini surib yopishtiraveradi. Xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Bu yog'imiz bitta rakvina, bu yog'imiz sushilka. Bular hammasi dizayn qilingan sanuzillarimiz. Proyekt bo'yicha qilingan. Proyekt bo'yicha qilib berdik. Egalarini o'zlarining gaplari bilan mana shu dizayn qildirganlar bo'yicha qilindi. Yaxshi. Hop, bu shu kattalarni yotoqxonasidan chiqqanimizdan keyin yonida qizlarning yotoqxonasi bor. Bu yerda ham shu katta kalavatga joy qoldirganmiz. Kalavat o'rinlari ochiq qoldirilgan, bitta batareyamiz bor. Odatiy shu o'ynamiz. Bu yerda shu termostatlarga katta kalavat bo'lar ekan-da bu yerda. Bu yerda ikkita qizlariga bittalik kalavat qo'yadilar ekanlar.
Yaxshi. Bu yerda ham alohida o'zini datchiklariga qo'yib ketilgan ekan. shunaqa. Bu bizning общий sanuzolimiz-da endi. Bu chiroq kirmagan ekanmiz. Ha, bu yoqqa chiroq kirmadi. Mayli, shundoq o'ramiz. Ko'rinyaptimi ham? Yaxshi. Keling. Chirog'imizdan yoqib oladigan bo'lsak, mana kirishimizni chap qo'limizni sushulka qo'yilgan. Bu yerda ham tubli pollarning orasi 10 sm dan to'qilgan. Nimaga unaqa zich to'qigansizlar hammomnikini? Chunki hammomimizda boshqa isitiladigan narsa yo'q. Misol uchun radiator qo'yilmagan. Hammom odatiy xonadonga qaraganda, boshqa xonalarga qaraganda issiqroq bo'lishi kerak. Bu yerda o'sha cho'milganda, boshqa qilganda baribir yupqa kiyimda bo'linadi, issiq bo'lib turishi kerak. Bu yerda ham xuddi shu dizayn berilgan. Kirishimizda o'ng chap qo'limiz sushulka, o'ng qo'limizda katta rakvinamiz bor. Hammasi mana devor ichidan mustahkam suvab chiqarib qo'yilgan. Xo'p, mana bu yerda mana osma unitazimiz bor. Hamma unitazlarimiz osma unitaz bo'ldi bu uyimizda. Bitta hovlidagi unitazimiz bor, endi yerda qo'yiladigan qo'yildi. Bu yerda mana konditsioner sifoni qo'yilgan. Boy aytib tushuntirdingiz-ku. O'sha hid chiqarmaydigan, kanalizatsiyadan yomon hidlar bera olmaydigan, har xil narsalar konditsionerga kirib ketmaydigan yaxshi sifonda qo'yilgan. Bu yerda ham shaxtamiz davom etgan ekanda, pastki shaxtamiz. Shaxtamiz davom etgan. Kanalizatsiya shumizatsiya qilingan, ventilyatsiya qilingan. Tepada 2 dona radiatorimiz bor mansardada. Uni kollektorni pastga qo'yib tortib yubordik. Luchovoy bo'lgani uchun alohida. Egasiga ham ekonom bo'ldi. Alohida kollektor qo'ymadik. Tepaga alohida qo'yib o'tirilmadi. Shunaqa. Bo'ldi. Tepaga chiqamiz unda. Eng oxirgi qavatimiz mansarda. Hozir eng oxirgi qavatdan bir qisqacha video olamiz, ko'rsatib tushuntiramiz. Keyin xudo xolasa kateniga qisman olib tushib bir ko'rsatsu, katenida hozircha qanaqa holatda qolganini. Kateni proyekt qilingan, hali boshlanmadi. Proyektlar tayyorlashib qo'yilgan. Bo'ldi. Proyektini ham bitta ko'rsatib ketamiz-da videoda, hozirda. Telefonimni ochib ko'rsatsu. Biz bu obyektimizdan videolarini qo'yuvdik. Jarayonlarini montaj ketayotganida bizda kommentariyada yozib so'rashdi. Nega penashit ham ishlatdinglar? Oddiy penaplex ham ishlatibdilar. Nega bu yaxshi chiqmadimi? Bundan ishlatibdilar-da, keyin undan ishlatib yuboribdilar deyishdi. Endi qurilishda shunaqa narsalar ham bo'lib turadi. Uy egasini o'rtoqlarida ortib qolgan penashit bor ekan, oldingi qurilishlardan qolgan. O'sha olib kelib berishdi. Biz ham hovlimizda penaplexni ortib qolgan ko'rgan bo'lsangiz. Birdaniga rejada yo'q edi, bu narsa kelib qoldi. Joyidan foydalanib to'qib berdik, ishlatib berdik. Mana bu binoda tubli pol bo'lgan. Bu o'ziga yarasha qulayliklari ham bor. Mana bir xil obyektlarimizda penashitdan foydalanamiz-ku. Lekin penaplexda ko'pincha tashiymiz tubli pollarni. Bet boshqacharoq mana tubli pol bo'lgan penashitdan. Uy egasini o'rtoqlari berganlari uchun ishlatib olganmiz. Endi uvol bo'lmasin-da bu narsani. Bu yog'iga bo'lsa, oddiy poke bilan qilib turib, oddiy pokeda montaj qilib berganmiz tubli pollarni. Bu mansardagi keyinchalik izolyatsiya qilinadi. Keyinchalik peni quydilaman dedilar. Peni septiradilar. Bet o'zi bilyard qo'yiladigan joy, sport, fitness qilinadigan joy bo'lar ekan. Keyinchalik tepa qavatda. Shunaqa joy qilamiz deb reja qilishyapti. Endi keyinchalik sanuzidan bo'lishi mumkin mana shu burchaklarda. Shuning uchun biz issiq suv, sovuq suv, sondichniy trubalarni olib chiqib qo'yganmiz. Hali bular tomga ko'tariladi. Sondichniydanniki ventilyatsiyalarni ko'tariladi. Mana bu yerda mana shu sanuzil bo'lish ehtimoli bor. Keyinchalik endi. Keyinchaligiga. Bo'lmasligi ham mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin, lekin imkoniyati bor, tashlab ketilgan. Kanalizatsiya ham olib chiqib qo'yilgan. Bu yerda mana shu stoykalar bilan devor yopiladigan bo'ldi. Endi biza devor hali olinmagani uchun bunaqangi kronshtaynlar qo'yib, kollektorimizdan o'rnatib, mana simlarni ham tashlab qo'yishgan. Bu ham o'rab qo'yilgan. Bet hamma yoq bitta joy bo'lgani uchun markirovka qilmadik. Bu yoqqa ham lekin mana balansировочный kranlari qo'yilgan. Tubli polimizning kollektorini o'zi qo'yildi. Boya aytganimdek, radiatorlarga mana trassa qoldirib ketganmiz. Bularning kollektori 2-qavatda. 2 dona radiator uchun alohida kollektor qo'ymadim. Pastdan tortib chiqdik mana shu liniya bo'ylab. Yaxshi. Abdulloh, hozir mana bu yerda radiatorlarga turba chiqazgansizlar-ku. Hozir bu yerdagi pishga bu o'raladi. Devorlar yuzasi tayyor bo'lgandan keyin qo'yasizlar-da buni. Bu izolyatsiya bo'ladi. Mana bu qismi bilan tekis yopiladi bu. Bunaqangi ichkariga kirmaydi. Shu nol tayyor bo'lganda, keyin buni batareya qo'yib ulab berasizlar. Shunaqa. Chunki zapas bilan chiqazib ketilgan hozir. Bir-biriga qaytarib olib ketilgan, shu tekshirib olishga. Tekshirib hozir bu davleniya bo'lib turibdi. O'sha davleniya berib qo'yilgan.
Aprisovka qilib qo'yilgan. Aprisovka qilib qo'yilgan. 6 davleniya bilan berib qo'yganmiz. Pastda hozir ko'rsatamiz. Katseniyda. Kateniyaga tushganimizda. Bo'ldi. Mana bu yog'imiz ham balkon qismimiz. Mana bu yerda ham tubli bollarni chiqib tashladik, shu eshikni oldi bo'lgani uchun. Eshikdan kelayotgan suvga baryer, to'siq bo'lishi uchun. Har holda oddiy tashalgandan ko'ra zichroq tashalgan. To'g'ri, zich bo'pti. Kateniyaga tushinglar unda, Kateniyani bitta ko'rsatinglar. Shu bilan videoni ham tamomlaymiz. Kateniyani chiroyli qilib proyekt qilganmiz. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa proyektlarni chiroylisini ko'rsatib boramiz. Yuringlar, Kateniyani ko'rsatamiz. Xo'p, mana podvolga tushdik, Ziyodin aka. Bu yerda ham hamma joyimiz to'pli qilingan. Ozgina chalishlarimiz bor bu yerda ham. Xo'p, mana ko'rilayotgan bo'lsa, podvol qorong'i bo'lgan choy yoqib oldim. To'pli polamizdan orasini shu 20 santimetrdan tashladik bu yernikini. Bu yerda mana pataloda ham ancha ishlar qilingan. Bu asosiy uydan chiqib ketayotgan kanalizatsiya. Endi mana bu tomonda ham kanalizatsiyamiz bor. Bu alohida chiqarilayotgan orqa tomondan kelayotgan yomg'ir suvlarini slifi. Yomg'ir oqova suvi. Yomg'ir oqova suvi. Bu ham shum izolyatsiya qilingan. Baribir yomg'irdan o'zgarish to'lib oqqan dovush beradi. Mana menimizni ko'chamizdan kirib kelayotgan asosiy sovuq suv, hovliga chiqayotgan basseyn suvlari, palifki, yozgi oshxonaga chiqarilayotgan suvlar, hammasi mana tekis tarab olib tushilgan. Montaj ishini bilan qotirib, cho'q taraganmiz. Izolyatsiyada kelgan hammasi yerda. Hammasi izolyatsiyada kelgan. Izolyatsiyada hovlida ham montaj bo'lgan. Yerdagi trubalar. Mana orqada ko'rishingiz mumkin. Shu ikkinchi qavat, mansarda hammasidan tushib kelayotgan trubalarni mana bu yerda taraganmiz mana. Shaxtamizda. Shaxtamizda. Mana bu yerdan o'sha kateniyamiz kirib ketyapti. Podvolimizda bitta xonamiz bor. Hech qanaqa narsa o'tkazmadik. Faqat gaz trubamizni olib kirganmiz. Hozir mana gaz trubamiz mana bu yerda hovli bo'ylab kirib kelyapti. Muzday xonamiz kirib ketgan. Bu xonamizda hech narsamiz yo'q. Tubli bo'lam, radiator ham hech narsa qilmadik. Bu yerda shu bankalar qo'yib, shunaqa narsalar saqlanadigan xona bo'ldi. Sovuq xona bo'ldi. Sovuq xona bo'ldi, muzday xona bo'ldi. Xo'p, mana endi bu xonamiz kateniy. Hozir mana bu zinani yon tarafi qilinmagan tubli bu, erta kateniy ham qilinadimi tubli bu? Kateniy qilingani bu yerda ham qo'shtirib yuboramiz. Qo'shib qo'yiladi. Kateniyga bitta kontrol qoldirganmiz, tubli bu qilishga. Chiroq o'chirib qo'ya qoldim. Lekin ham qo'yib qo'yaman. Xo'p, bu yerda kateniyda shunaqa yechim qildikki, ham prachkamiz bor bu yerda. Ham kateniy xonamiz bor. Kirib yuradigan xona bo'ladi. Ya'ni prachka deganimiz kirib yuradigan xonamiz. Mana bu yerda vannamiz bo'ladi. Vannaga tochka chiqarganmiz. Bu yerda biz kafilchilik etdik, qoldirmaydi, qo'ymay turinglar deb. Birinchi qavatini qo'yishmadik, ikkinchi qavatini butun olib beramiz deyishdi, butun chiqmadi, lekin olib divoyni uchastkalarini chiqarib qo'yganmiz bunga. Vannani joyi. Vannani joyi. Mana bu yerda bitta kir moshina bo'ladi. Hozir men sizga bu kateniyni qanaqa ko'rinishini bir proyektlari chiqqan, shuni ko'rsataman. Loyihasini. Mana hozir gazlarimizni ham lekin akkuratlik qilib kelayotgan ekan. Gaz ham baraka topishsin, chiroyli qilishyapti. Mana gaz atapnilarning proyektini ko'rishingiz mumkin. Gaz montajlar ham, vannalar ham hammasi mana kirganimizda ro'paramizda bitta vanna turadi. Yonida kir mashinasi bor. LG kir mashina. Yonida bitta refleks boylari bor. Ikkita vismin kachol chizganmiz. Dimoxodlari ham mana shu o'lchab turib, joyidan kelib chiqib mana ko'rayotganimiz 3 ta dimoxod bor. Bu yerda ham mana 3 ta dimoxod qoldirilgan. Bittasi shu havo kirishiga. Dimoxodlardan ko'rib chiqib chizilgan. Mana tegidagi trubalarimiz nirjevika bo'lyapti. Bu yoqdan gazimiz kirib kelyapti. Endi biz gazga ozgina o'zgartirish kiritib, orqa hovlidanmiz bu yoqdan alohida tortib keldik. Bu yoqda mana tubli pol va radiatordagi nasoslarimiz qo'yilgan. Bu kateniyimizni sovuq suv uzili. Bu qayerda joylashadi bu? Xo'p, katollarimiz bu yerda turyapti. Bu yerda tubli pol bilan radiator nasosi mana bu qismimizga joylashtirganmiz. Bitta yerda suvni yo'nkisi turadi. 1 tonnali yoki 750 litrli yonida keyin taralishi boshlaydi. Suv filtrimizni, cho'tchigimizni, umyoqchitilimizni, ko'mirli filtrimizni, hovliga tarqalayotgan suv, basseynga ketayotgan suv hammasini mana shu yerda taraganmiz. Qani? Atxam mana bu yoqdan ko'raylik. Mana bu yoqdan kirgan, eshikdan kirganda bundoq qaraganda mana bu yoq o'ng tarafda filtr suvlar, to'g'rida nasoslar, bu yoqda kotollarimiz, kir mashina, boiler.
tepadan qaragandagi holati bu proyektimizni. Bu mana yama ham chizilgan. Oxirgisi mana shu. Yamani, o'rtada yamani o'rni ham bor ekan mana mana. shu. Mabodo kateniyda amaliyni yama, ertaga suv toshib qolsa, kanalizatsiyaga toshgan suvlarni chiqarib tashlaydi. Keyin boya aytamiz dedim, mana apressovka qilib qo'yganmiz. 601 davleni beruvdik mana. SR manometr qo'yilgan, 601 davleni ushlab turibdi mana. Qizili ham mashina to'g'rilab qo'yganmiz. Bu yerda kompressor, apressovka apparatimiz ulab davleni berilgan, 601 bar yig'ilgan. Mana bugun уже ikkinchi kun. Ikkinchi bosim turgan ikkinchi kun. Davleni tushib ketmayapti. Davleni ko'rsatmayapti, mana shu vaqtda. Suv bilan apressovka qilganmisizlar, havo bilan? Suv bilan apressovka qilganmiz. Suv bilan, ozgina ochib ko'rsak bo'ladimi video uchun? Video uchun mayli. Mana video uchun mana. Hozir suv bor. O'chiraveraymi? Egasiga 601 berganmizganmi? Boshqa davleni bor mana. Havo bilan emas, suv bilan apressovka bo'lgan. Shu mabodo qatta utechkasi bo'lsa ham, hop bitta ochsam varillab uradi-da, yaqa. Shunaqa. Yaxshi. Endi shu proyekt qilib olganimiz, egasiga endi ko'rsatib bera olamiz. Mana bu yoqda shu boylar qo'yib olamiz, bu yoqqa prachkaga joy qoldirib olamiz deb. Mana yerdan bu yoq qismiga o'tmadik. Atapnilarni narsalarni hammasini bu yoqqa sig'dirdik. Bitta momentimiz mana tupli bo'ldi, shu kollektor qo'yilgan bo'ldi. Santexnika narsalar. Endi agarda bizani misol uchun hozir ustalar ham ko'rishi mumkin-da, santexnik ustalar ham ko'rishi mumkin. Bir xil endi montaj qiladi, loyihalar qilmasligi mumkin. Agar sizlarga ham shunaqa katenning loyihalari kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lsanglar, xudo xolisa bizani kuzatib borsanglar, juda ham chiroyli loyihalar qilib boryapmiz. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, qilib beramiz. Bitta faqat katenning loyihasi emas, butun uyga isitish tizimiga noldan qanaqa turba tortish kerak, qanaqa nasos tanlash kerak, necha kilovatlik kachol qo'yish kerak, kerak bo'lsa tomda turadigan quyosh kollektorlarini qanaqa modellarini tanlash kerak, o'shalar bo'yicha sizlarga chiroyli qilib loyiha qilib beramiz. Xudo xolisa. Sizlarga ko'rsatgan videomiz ozgina uzunroq bo'ldi, lekin obyektimizda qilingan ishlarni imkon boricha hammasini to'liq tushuntirib, tanishtirishga harakat qildik. Endi xudo xolisa Ziyodinaga katenini ham yig'sak, to'liq uni ham bir video qilib ko'rsatamiz. Xudo xolisa. Bizga obuna bo'linglar. Inshaalloh sizlarga shunaqa sifatli zamonaviy isitish tizimlarini montajlarini bajarib, sizlarga ko'rsatib, tushuntirib boramiz. Xudo xolisa katta miqdorda issiq suv olish tizimlari, quyosh orqali issiq suv olish tizimlari, zamonaviy isitish tizimlari bilan shug'ullanib kelyapmiz. Bizga obuna bo'lsanglar, shunaqa qiziqarli ma'lumotlar bilan ulashib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.